Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambarimiz alayhisalom sahobalar bilan birga o'tiruvdilar. Bir yoshi ulug' bir odam kelib qoldi. Asoga tayangan holda, belilari bukilib qolgan, soqollari oppoq bo'lgan, hatto deydi qoshi o'sib ko'ziga tushib qolgan shunaqa keksa bir odam. To'g'ri Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldiga kelib aytdiki, bir bandani dedi gunohlari shu qadar ko'pki, butun insonlarga bo'lib bersa ham ko'plik qiladi. Yer osmon to'lib ketgan. Mana shu bandani gunohlarini Alloh kechiradimi dedi. Shunda Payg'ambarimiz alayhisalom unga qarab, "U islomga kirdimi? U tavba qildimi?" dedilar. "Ha" dedilar, "Kechiradi" dedi. Qancha gunohlar qilgan bo'lsa, dunyoda gunohni turi borki, hammasini qilgan deyapti, o'zini aytayapti. Qancha fojirliklar, qancha gunohlar bo'lsa ham, Payg'ambarimiz alayhisalom, "Ha, Alloh kechiradi" dedi. Haligi odam burilib, sahoba aytadilar, to ko'zdan g'oyib bo'lguncha yig'lab Allohu akbar, Allohu akbar deb ketganini eshitib turdik deydilar. Hammamiz uchun bu narsa azizlar. Alloh azza va jalla agar chin tavba qilsak, tavbamizni qabul qiladi. Lekin tavba qilib yana gunoh qilishlikdan saqlanish kerak. Shunday tavba qilaylikki, u Alloh taoloning oldida qilgan gunohlarimizni e'tirof qilib, o'sha gunohlarni qayta qilishlikdan o'zimizni saqlagan holda Allohdan so'rasak va bunga harakat qilsak, inshaalloh Alloh bizni o'sha gunohlarimizni kechirib boradi.